O'zbek so'midagi siz bilgan hamda bilmagan fishkalar haqida ma'lumotlar berib o'tib ketamiz do'stlar. Ya'ni qo'limda 2000 so'mlik, 5000 so'mlik hamda 10000 so'mlik pul turibdi. Bunda qanaqa sir bor, qanaqa fishkasi bor do'stlar? Bilmaganlar uchun ma'lumot, bilganlar uchun esa qayta eslatma. Shuning uchun bittadan like bostirib, kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. Juda ham ko'pchilik o'zbek so'mida ahamiyat beradigan bo'lsalar, mana bu yerda nuqtalar hamda chiziqlari bo'ladi ikkita yonda, hattoki mana 5000 talikda ham, 10000 talikda ham, hattoki 2000 talik, 100 ming talik, xullas hamma o'zbek so'mida xuddi shunaqangi o'zini fishkalari bor. Ya'ni mana shunaqa chiziqlar. Buni bilarmidingiz, yo'qmi? Shuning uchun bilmaydigan bo'lsangiz bilmayman deb kommentariyga yozib qoldiring. Agar biladigan bo'lsangiz bilaman deb qo'ying. Xo'p, birinchi bo'lib 2000 so'mlikdan boshlaydigan bo'lsa, ahamiyat bersangiz do'stlar, ikkita nuqta, bu 2 degani. Past tomonga 3 ta chiziq tushgan, bu 0 degani. Ya'ni 2 ta nuqta 2, 3 ta chiziq esa 0 degani. Bu degani 2000 so'mlik. Bu asosiy nima uchun ishlaydi? Bu imkoniyati, ya'ni ko'rishga imkoniyati cheklangan odamlar uchun nech pulligini bilintirish uchun mana shunaqa maxsus ishlab chiqarishgan. Buni mana shunday holatda, ya'ni ko'z yumib turib ham o'ysamda ushlab ko'radigan bo'lsangiz, bilinmas qidiribadi, ya'ni cho'tir qilib ishlangan. Xo'p, endi 5000 talikga qaraydigan bo'lsak, ahamiyat bersam 5000 talikda nuqtasi tepa past bo'lgan, chiziqlar esa o'sha turibdi. Ya'ni tepa past turgani bu 5 degani do'stlar, pastda esa 3 ta nuqta turibdi, chiziq turibdi, bu 5000 so'm degani. Endi 10000 so'mlikdan ham qaraydigan bo'lsak, bitta nuqta, ya'ni bu 1 degani, pastda esa 4 ta chiziq bor, bu 4 ta 0 degani. Bu 10000 so'mlik degani. Har bitta o'zbek so'mida ham bu tomonda, ham bu tomonda xuddi shunaqangi sirlari bor. Shuning uchun bittadan like bostirib, podpisatsiya tugmasini bostirib, mana shu videoda shunaqa o'zbek so'mini necha yildan beri ishlatadi, faqat bu nima uchun ishlashini bilmaydigan do'stlarga mana shu videoni jo'natib